Voy vo, hammani ham qo'ra shunaqa molga to'lsin ekanda, aka. Barakasini bersin. Odil aka, mana mollar keldi aka. Xudo xolasa hammasi sog'lom, yeb ichishni ko'rsating. Tashqarida ham oldi. Necha kun bo'ldi kelganiga? Aka, 10 kundan oshdi bu mollar. Kelib hammasi oqsil bo'ldi. Mana oqsildan chiqib oldi. Bitta oqsog'i, bitta og'iz burni oqib turgani yo'q Odil aka. Sinovdan o'tgan. Ha, xudo xolasa ishni boshladik. Odil aka bu yoqqa ketaveradi. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Narxini sizlar kommentariyaga yozaverasizlarmi yo'qmi aytavera qolamizmi? Nima deysiz? Narxi aka 18 milliondan ikkita qilib beramiz. Oldi 25 million. Oldi 25. 25 million bo'lganda ham aka 10 tami chiqadi 20. Undan pastga qarab tushib kelaveradi. Aksariyat necha pulli mollaringiz ko'p sizda? Aka 21 dan 23 milliongacha mol ko'p. Hamyon boplari so'raganda? Ha. Bir joyga oldim 120 tani menga yopdin deganga necha pul beramiz? Aka 21 million 500 dan dastlabki qilib beramiz. Qatga bo'lsa shu yerga. Savdosi bor. Savdosi bor. Savdo bor yana? Bor, ha. 94 lik 927 3090 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumani Soldatskiydamiz. Norbek akamizning chempion fermalaridamiz. Birinchi qo'l optim narxda.